34-mavzu. Eringizga yaxshi xabarlarni aytib sevintiring. Ayolda kunlik hodisalarni eriga qanday yetkazishi bilan erini yo xursandlikka uchirish yoki yerparchin qilib tashlash mahorati bor. Ayolning voqealarga munosabati erga sezilarli tarzda psixologik ta'sir qiladi. Masalan, deylik, erning boshiga bir falokat kelganida uning omadsiz ekanini ta'kidlayveradigan, uni ayblayveradigan ayol yomon ayollarning bir vakilasidir. Bunaqa xotin johilona tarzda o'z hayotini o'zi buzadi. Erining jahli chiqishiga, o'zidan ko'ngli sovishiga sabab bo'ladi. Ilmiy hayotida ham muvaffaqiyatsizlikka sabab bo'ladi. Holbuki, aqlli ayolga yarashgan narsa doim erining orqasida turib, uni qo'llab-quvvatlashi, chiroyli xabarlarnigina aytib erini xursand qilishi, yo'qotganlari haqida eriga sabr qilishlikni maslahat berishi, kelajakdagi maqsadlari uchun eriga dastak bo'lishi, hayot mujodalalariga tik qarab, ortga nazar solmasligini aytishidir. Zero, qanaqa muammo bo'lmasin diniga ta'sir qilmasa, albatta uning yechimi topiladi. Dunyo 2 kundan iborat. Birida gunoh qilsangiz, ikkinchisida savob topasiz. Birida omadingiz kelsa, ikkinchisida yutqazasiz. Bu kunlarda inson musibatlarga qarshi yolg'iz qolib, gunoh ish qilishi yoki sabr qilib savob topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sabr qilib savob topishlik dunyodagi barcha yaxshiliklardan afzal va qoladiganidir. Imkoni boricha yaxshi xabarlarni yetkazishni odat qilgan, axloqi chiroyli, Alloh unga nima bergan bo'lsa uni qabul etib, unga rozi bo'lgan ayol soliha ayolning o'zginasidir. Fazilatli mu'mina ayol Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Hadija radhiyallohu anha u zot qo'rqqan paytlarida xayr va yaxshilik bo'lishi haqida gapirib, ko'ngillarini ko'tarar, sokinlashtirar edilar. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamga birinchi marta vahiy kelganida qo'rquv va hayratdan ter ichida qoldilar. Meni o'rab qo'yinglar deya olardilar xolos. Hadija radhiyallohu anha onamiz u zot sharifning ustlarini o'rab qo'ydilar va chiroyli, umidbaxsh so'zlari bilan Rasulimizda yuz bergan bu voqeaning ta'sirini biroz yengillashtirishga, sokinlashtirishga yordam berdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hali vahiy kelganini bilmas edilar va "Qo'rqyapman ey Hadija, menga biror zarar kelishidan qo'rqyapman" der edilar.